Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun sizlar bilan Telegramda post qadoqlash texnikalarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun Telegram kanalda oldindan tayyorlab olgan postimizni qo'yib tashlaymiz. Endi qarang, bu bizni yozib chiqqan postimiz. Endi buni qadoqlab chiqamiz. Bir ko'rishda bu juda ham zerikarli va o'qilishga ham noqulay. Obunachini ham jalb qilmaydi. Endi buni qadoqlash qanday bo'ladi? Birinchi o'rinda matnimizni abzaslarga ajratib chiqamiz. Mana klaviaturani pastki qismida to'rtburchak belgi ostida Enter tugmasi orqali ularni abzaslarga ajratib chiqsak bo'ladi. Bir qaraganda juda ham murakkab tuyulgan bu texnikalarni ko'pchilik bilmaydi va bu kompyuterda qilinadi deb o'ylashadi, lekin aslida juda ham oddiy Telegram nastroykalari orqali tayyorlanadi. Postlarni abzaslarga ajratib chiqqandan keyin ikkinchi qiladigan ishimiz sarlavha. Sarlavha tuzganda u asosan 7 ta so'zdan iborat bo'lishi kerak, undan ko'p ham emas. Endi sarlavha tuzganda u e'tiborni jalb qiladigan bo'lishi kerak va u qalin shriftlarda yoziladi. Sarlavha har doim matndan ajralib turishi kerak. Bu keyingi fishka. Endi mana so'zni sarlavhani belgilab olgandan keyin yoniga 3 nuqta chiqadi. 3 nuqtadan qalin tugmasi, ya'ni ruschada жирный degan tugma bo'ladi. Shuni bossak o'zi qalin bo'ladi va sarlavha bilan bir qatorda kerakli so'zlarni, muhim hisoblangan matndagi muhim joylarni ham qalin qilib chiqamiz. Mana matnni belgilab, kerakli so'zni belgilab olamiz va yuqorida 3 nuqta chiqadi. 3 nuqtadan qalin tugmasini bosib shriftlarni o'zgartirib olsak bo'ladi. Kerakli joylarni qalin, kerakli joylarni yotiq shriftlarda va yana ayrim joylarni mono bo'shliq degan shrift bor, ajratib ko'rsatilgan shriftlarda belgilab olsak bo'ladi. Hozir birin-ketin videoda ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bu o'qilishga ham qulay, ham e'tiborni tortadigan, postni o'qiganda juda ham qiziqarli ko'rsatadi va muhim texnikalardan biri hisoblanadi. Bu sizni copywriter bo'lasizmi, SMMchi bo'lasizmi, yo qandaydir blog yuritasizmi Telegram kanalda professionalligingizni, mutaxassisligingizni ochib berishga xizmat qiladi. Yana bir muhim jihatini aytmoqman. Postni yoniga bosib izminit yoki tahrirlash tugmasi orqali postingizni o'zgartirishingiz mumkin. Shu tariqa postlarni ko'rib bir nazar ko'zdan kechirib chiqamiz va keraksiz joylarini o'chirib o'zgartirib olamiz. Mana postimiz tayyor. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz, ikkinchi texnika emojilardan foydalanish. Bu copywriterlar tilida ikonkalar ham deyiladi. Ikonkalardan foydalanishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan jihati shuki, ulardan juda ko'p ham foydalanib yuborish kerak emas. Ikonkalardan o'z o'rnida matn mavzusiga mos tarzda foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Aks holda matningiz vachkanalashib, o'quvchini juda ham chalkashtirib yuborishi mumkin. Shriftlardan foydalanganda esa bir dona post uchun ko'pi bilan 3 ta shrift, undan ko'p emas, 3 ta shriftdan foydalangan maqsadga muvofiq bo'ladi. Emojilardan to'g'ri foydalanish ham aslida bir san'at. Buni tajriba orqali o'zlashtirib olishingiz mumkin. Shu joyda premium emojilardan foydalanish ham postni juda ham qiziqarli va ko'ngilochar qiladi. Agarda bu sizga qiziq bo'lsa, 20 ta yurakchadan keyin emoji yasash darsligini ham yuboraman. Aziz o'quvchilar, bu post upakovka qilish jarayonidagi keyingi fishka edi. Mana postimiz tayyor. Matndagi eng muhim jihatini iqtibos ko'rinishda ham shu shrift orqali ham belgilab qo'ysak bo'ladi. Endi yana bitta muhim fishkani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Shu joyga ahamiyat bering. Endi postlarda juda ko'p kuzatasiz. Bitta reklama postning o'zida ham Instagram, Telegram va YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlarga bitta postni o'zida olib kirib ketadigan, ya'ni obunachilarni ko'rishga imkon yaratadigan muhim fishkani ko'rsataman. Ya'ni shu ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan link olib kelib so'zlarga biriktiramiz. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni yozib chiqamiz. Bizni kuzatib boring. Buni ham qalin qilib, shriftini chiroyli qilib o'zgartiramiz. Endi borib Telegramdan link olib kelamiz. Telegramga kirib olamiz va sahifamizdan linkni ustiga bosib, foydalanuvchi nomiga bosib, havoladan nusxa olish qilamiz. Havoladan nusxa olib kelamiz va Telegram so'zini ustini bosib turib, belgilab turib, havola yaratish tugmasini bosamiz va OK tugmasini bosamiz. Shu joyga ahamiyat bering, bu yerda faqat sabachkaliliklar ishlamaydi. HTTPS bilan yozganda esa ishlaydi. Mana bo'ldi. Endi Instagramdan borib link olib kelamiz. Buning uchun Instagramga kiramiz. Pastda podelitse profilim degan joy bor. Shu yerni bosib, kopировать silka qilib, silkadan nusxa olib kelamiz. Va yana tahrirlab turgan postimizga borib,
Instagram so'zini boyagidek belgilab olamiz va 3 nuqta havola yaratish tugmasini bosamiz. Havola yaratildi. Endi YouTube sahifamizdan borib link olib kelamiz. Sahifamizga kirib olib, mana bu tugmalarni yonga surib "Поделиться каналом" degan linkka bosib, linkdan havoladan nusxa olib kelamiz. Va yana ko'rsatilgandek YouTube so'zini belgilab, havolani biriktiramiz. Mana aziz o'quvchilar, postimiz tayyor bo'ldi. Endi Telegramga kirganda Telegramga, Instagramga kirganda Instagram sahifasiga, YouTube'ga kirganda YouTube sahifasiga bemalol olib kirib ketadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, fikrlaringizni yozib qoldiring. Savollar bo'lsa, yana batafsilroq tushuntirib beraman. Xayr, salomat bo'ling.